Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, sizlarga fasadga, podrashibga g'ishtlar kerak bo'lsa, men hozir zo'r joyga keldim. Optim, xohlagan kolичествоda g'ishtlar bor. Ketdi ko'rsataman hozir. Mana bu esa ko'mir solib pishirish jarayoni. Aynan kirpichga g'ishtlar pishyapti. Mana g'ishti quyoshda turgan sveti 23 ga, uzuni 5 sm. Mana shunaqa g'ishtlar mana. Bu orqa tarafi, mana bu fasad tarafi oldi. Mana bu yerda paketga joylash jarayoni. Mana bu ishlar joylayapti. Bu yerda esa garilkada qizdirib paketga tayyor holatga olib kelyapti. Mana bu